Jasur aka, 40 ham tugadi. 40 ham tugadi, mana mehnat qarang mana. Ay. Patichiklaringiz ko'rsa mana addi shu mana mehnatga bitta like bosib qo'yinglar. Meni tanigan aka-ukalarimga alangalik salom mana Bobotog'da mana. Ko'zingizda. Qeshlarim mana bisyor, injo. Tojikcha medona. Tojikcha medona. Kam Medon. Injo sakvache kuchuk mo'lda. O'zbekcha gavzani. O'zbekcha gapirsa mana. Kuchuklar mana, hammasi. Katta olib ketdi. 4 to'y ham shu yerda, mana. Qora bo'ynoq naryoqda. Gap yo'q. Go'sht olsak aka. Ya Alloh. Yudu. Jonivorlar. Ular xudo xolasa xizmat qiladi endi. 5-10 yilmas. Sog'liq ham mazza qiladigan bo'ldi aka. Shunday ya. Gap yo'q mana, addish rahmat azizlik. Akamiz xizmat qiladi. Bo'lsa choyni tayyorlaymiz endi. Az bir kishi bo'ydoq taydab keladi. Shu bilan yaylov rafting. Kelyapti mana partnyoringiz. Ey! Tez kengi. Давай. Yo bismillah. Mana. Mana. Yanama. Shuymi? Do'stlar mana oldi bilan orqasi bir xil. Jonivor juni ham qirriq. Ana shunday qo'zg'ab tursa jonivor. Beraqa. O'zlaringizga bera turing. Mazza qilyapti. G'azal tort. Mazza qilyapti. Tos bermadi, 2-3 kishi bo'shab qoldi. Xo'p, mana birinchi tug'ilgan qo'z, ha? Irg'och qo'z. Mana bo'yindan o'sham bo'yindan. Mana. Jonivor. Gaba qo'z. Irg'och qo'z, ha? Irg'och. Kashdan svetding. Islata. Bitta like bosib islatamadi. Hop. Qo'ydi ham xudo xolasa bo'ldik. Nasib. Dadam. Nolasa bo'ldik. Inshaalloh. Endi yaylovga ketish qoldi. O'sha yaylovda yo'lda ozroq odam qiynaladi. Tamom shu. Nurullo akamiz polni bugun power. Aka hurmati bor akamiz. Hozir go'sht yarmi qani? Xaltadan. Qani qozon qayda? Böyle qozonda farqini o'qib. O'tinga ketgan edi Oybek, qani? Kelmadimi? Ha? Qanday qo'ydi? Bo'ydaqdimi? Xo'p, bo'lmasam yo bo'ldik.
Kam. Nurilla qani Nurilla? Nurilla yaxshimisan do'stim? Mazani estiydi do'stingiz. Oshna mana. Go'sh. Har Keling. qirqimda so'yib mazza qilib mana bu. Dolasa bo'ldik. Endi bo'ydoq oz kelar, bo'ydoqdan bir ikkita sog'liq qo'lib qo'yamiz. Va keyin yaylaveradi. Hop, ikkita gaba qo'zi bordi. Ertachi tug'ilgan qo'zi. Bittasi mana shu. Oyog'i qanday sal lat yebdi-da, hozir bularni olib ketamiz. Sotiladi mana shular. Qo'zilar sotiladi. Qo'zi mana shu. Bularni hozir uyga olib ketamiz. Pastga sotiladi endi. Dolasa yanagi yil hop kuzga nasib qo'yga qo'yishga tayyor bo'ladi agar urug'likka olaman deydiganlar bo'lsa, yo bir ishqibozi bo'lib olaman deydiganlar bo'lsa sotiladi-da. Xullas, ota-onasi tayin. Ota-onasining sifati zo'r. Qo'shqo. Ikkita hozircha. Oladiganlar bo'lsa shu nomerlarni yozib qoldiramiz, shularga telefon qilasiz. Bitta sherigimizniki sotaman deyapti. Bu ham olib ketar ekan uyiga. Mana shu qo'zi. Bular uyg'onib qoladi endi, shuning uchun sotiladi bular. Nechta bor sizdan? 4 ta bor ekan aytamizdan. Bizdan 2 ta bor. Mana shu sog'liqlarning bolalari. Olasa qo'chqori ham zo'r. O'zimiz sog'liqlar bolalar. Xullas 6 talar sotiladi-da.